Xatirchi tumani Zarafshon mahallasida Panonota ko'chasida 171-uyda yashayman. Familiyam Mamanov Mo'min Qilichevich. 2004-yilda mana shu 2 gektar yer maydonini bog'dorchilik qilib olganman, fermer bo'lib. Shundan 2 marta avtomatlashtirish bo'ldida, 3-chisida fermerda nimasiga o'tuvdi. Mana shu 2 gektar bog'dan men bola chaqamni 2 ta nogironni boqib yuruvdim. Hozir kunga kelib yer meniki, bor qayga borsang bor degan so'zlarni aytib, mana bog'ni mana shu ahvolga keltirdik, qirqib tashladi, yiqitib. Endi bu daraxtlar shu yil hosilga kirib, mana hosil berib yotuvdi. Hosili bo'lgan taqdirda ham ular kelib meni majburiy ijrodan keldi, hokimiyatdan kelib yerga ega emassan deganda fermer aytdi, men bizaman dedi. Majburiy ijro aytdi, to'sqinlik qilmang dedi. To'sqinlik qilmayman. Men shunday qilib parokanda qilib tashladi 2 gektar bog'da. Naxalim 300 ga yaqin naxal bor edi, mevali naxalim. 100 dan ortiq pavloniya daraxtim bor. Ekkanman ko'chat. Shunga qaramay baribir o'z bilganidan qolmayapti. Ularni ham bir so'rayotgan odam bo'lsa kerak, yuqorida vazirlikda ekologiyaga murojaat qilyapman shu uchun. Keyin bir menga yordam berishlarini so'rayman. Men boqimonda bo'lishdan ko'ra, mana shu yerda tirikchiligim shu yerdan o'taydi. Shuni orqasidan kun ko'rib yuruvdim. 2 ta nogironim bor. 2 ta nogiraga aliment to'lanadi. Ularni ham shu bog'lar orqasidan qilib yuruvdim. Davlatga men boqimonda bo'lmaydi. Ular quloq solmadi. Hozir kim tomonidan ruxsat berildi bu bog'larni kesgani, nima qilgani hozir? Menga 2 marta sud bo'ldik. Sudda ham bog' buzilmaydi, o'zingiz chiqib ketasan degandi. Bugun kelganda men aytdim, men ko'zim tirikligida shuncha yil mehnat qilib 20 yil agar boshqa birovga bersang ishlamaydi dedim. So'g'in bular o'zlaricha muhokama qilib daraxt kesishga fikrlashib daraxtlar kesib tashladi. Mana gullab yotibdi. Ko'zi ko'r bo'ladi buni 40 odam.